turba atirgul bo'lib ochilib beradi. Turba necha davleniyali tashlagansiz desam, turbani payin 10 tashlaganman. Turba buni tashlashimiz mumkin emas. 10 davleniya chidamaydi bu. Qiziq case deb qo'yishadi biznesmenlar. Endi nasos o'rnatish sohasida caselar to'g'risida ham rubrika qilamiz, serial qilib, seriya qo'yib boramiz. Chunki nasos o'rnatishda suv ta'minotida katenniyda sirkulyatsiyada juda katta xatolar qilinyapti. Agar shular manfaatli, foydali bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'ying, bu narsa yozib qo'ying, shu foydali bo'layotganini bilib turing. Ilhom bag'ishlaydi, ya'ni videolar olaveramiz. Qaranglar. Bitta holat bo'ldi. Tog'. Xullas, mana bitta juda ham bitta zo'r dachami, nimadir qurilibdi, mehmonxonami qurilibdi-da, suv pastda ekan. Pastdan mana shundan suv olib chiqishibdi bunga. Buni balandligi 50 metr deyishdi mana. 50 metr. Bu turbani tog' bo'ylab yurib borishi 200-250 metr. Qanaqa diametr tashalgan ekan. Bunga mana shunga nasos kerak deyishdi. Tepadagi dachani rasxodini, o'sha mehmonxonani rasxodini bildim. 10 tonna suv soatiga kerak ekan. Bo'ldi, 10 tonna suv kerak, rasxodni chiqardim. Endi men naporni davleniyani chiqarishim kerak. Necha davleniya kerak menga? Menga mana shu chiqsin. Bo'ldi dedim, hisobladik. Mana 40 diametr kichkina tashab qo'yibsiz-da, uzoq yo'llarga yurganda iloji boricha kattaroq narsa tashlash kerak deb aytdim-da. Xo'p, keyin hisobladim. Bunga 12 davleniya kerak ekan. Mana bu 50 metrga ko'tarishim, mana bu turbalarning yurishlari bilan 12 davleniya kerak ekan. Undan ham balandroq. Endi bu 2,5 davleniya bo'lishi ham kerak chiqqandan keyin. Undan ham balandroq bo'lishi kerak. Xo'p. Men keyin mana shunaqa nasos qo'yishingiz kerak dedim. Bo'ldi, ma'qul dedi, davay dedi, zakaz pul-mul boshlanuvdi. Turba necha davleniyali tashlagansiz desam, turbani payin 10 tashlaganman deb qo'yadilar. Payin 10 degani bu 10 davleniyaga chidaydi degani. 10 davleniyaga chidaydi degani bu 12 davleniyali, 15 davleniyali nasos yoqsa, turba atirgul bo'lib ochilib beradi. Chunki bu 10 davleniyaga mo'ljallangan. Bizning nasosimiz 12 davleniya. 12 davleniya degani ham bu mana bu yoqilgan joyida uchida, og'zida 15 davleniya bo'ladi. Baland davleniya bu. Tegida baland bo'ladi. Tush yorib turbani, stiklab qo'yib yuboradi. Shuning uchun birinchi o'rinda turba tashlashdan oldin, suv ta'minotini sistemalarini qilishdan oldin bu yoqdagi suv sarfini rasxodni chiqarib olishimiz kerak. Bizga qancha suv kerak kubada? Mana kubaga soatiga qancha suv kerak? Buni chiqarib olishimiz kerak. Keyin mana bu o'rtadagi necha metr, necha diametr turba tashlasak, necha metr qarshilik bo'ladi. Agar masalan necha ham diametr tashlasak ham ilojisi yo'q, 12 davleniya, 10 davleniya bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa 10 davleniyali nasos qo'yishimiz mumkin emas. Nasos dema, 10 davleniyali turba buni tashlashimiz mumkin emas. 10 davleniya chidamaydi bu. Bunga hozir 20 davleniyali turba tashlashimiz kerak. Чтобы mana bu nasosimiz yonganda, 12 davleniya bilan 15 davleniya bilan yonganda turba chidaversin. O tepaga borguncha qo'yib yormasin, o yorilib ketmasin, shovidan qo'yib yormasin deb. Shuning uchun suv ta'minoti bilan shug'ullanayotganda arzimagan oddiy narsa tuyuladi-yu, lekin buni qilish kerak. Foydali bo'lgan bo'lsa bitta like qo'yib ketinglar. Agar nasosli stansiya o'rnatish, suv ta'minotini tizimlarini ko'rish xizmatlari kerak bo'lsa, nasosli kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqsanglar, biz borib joyda ko'raman, loyihani ko'raman. Loyihadagi rasxodlar domidagi rasxodlarga to'g'ri keladimi, yo'qmi? O'shani ko'raman-da, mos to'g'ri variantlarni beraman. Ko'rasiz, xizmatlarimizni narxlarini kelishtirib qilib beraman, aloqa qilamiz. O'xshamadi?